Bu Turkiya davlati hamma ijtimoiy tarmoqlarda eshitgan xabaringlar bor. Mening murojaatim shu Turkiya. Meni familiyam Bo'stoni Bahramjon Ergashaligich bo'ladi. 2026-yil 23-yanvarda bo'lib o'tgan ikkita jinoyat yuzasidan ularning bittasi meni qizim Ergashaligova Sayyora edi. Uning jasadini O'zbekistonga olib ketish bu qattiq menga ta'sir qildi. Bu vahshiyona o'lim faqat bu insoniy emasda, inson emasda bular. Insoniy vahshiylar, bular zindonda chirish kerak. Boshqa jamoatchilikka shu qizimni jasadini olib ketishga, topishga amaliy yordam berishlarini so'rayman. Men qizimni butun Turkiya xalqidan yordam so'rayman. Qizimni hali jasadi topilgani yo'q. Shu jasadini topishga yordam beringlar. Shu jasadini topib biz o'zbekona urf-odatlarimizga ko'ra o'zimizga, vatanimizga olib ketishni xohlaymiz. U yerda dafn qilishni xohlaymiz. U yerda hamma jigarlari kutib turibdi. Biz hali shu yerdamiz, hech qanaqa xabar yo'q bizga. Shu qizimni kuchinglarni sarf qilib shuni topishga yordam beringlar bizga. Keyin qotillarga eng og'ir umrbodlik jazosi berishinglarni tilab qolamiz, so'raymiz. Toki bu jinoyat qaytib takrorlanmasin. Bu qizlar begunoh bular. Bolalarini boqqani kelgan bu yerga, boshqa ish yuzasidan kelishmagan, boshqa ular axloq toza bo'lgan ikkalasini ham. Meni qizimni ikkita qizi bor. Ular kutib turishibdi. Ular onasini juda ham yaxshi ko'rgan. Faqat pul ishlagani kelgan bu yerga, ishlab pul topgani kelgan. Shunga hech ham shunaqa narsalarga e'tibor berishinglarni so'rayman. Yolg'on ma'lumotlar tarqatilmasin. Mana jasadi topilgan degan ma'lumot keldi. Bu ham yolg'on ekan. Shu rost gap biz kutib turibmiz. Shu bitta narsa ilinjida shu yerda turibmiz. Shu qizimizni topilsa bo'ldi, murdasi olib ketsak bo'ldi. Shunga amaliy yordam bering. Iltimos. Bir ota-ona sifatida bizni to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Musulmon sifatida biz sizlarga murojaat qilyapmiz. Benim kızım Türkiye'ye sadece çalışmak için geldi. Yani aynı şekilde cesedin bulunmasını istiyorum. Tüm Özbekistan. O yüzden anne baba olarak Türkiye'de o yüzden bekliyoruz, beklemedeyiz ve beklemeye de devam edeceğiz.